Salom, mening ismim Todd. Kanalimga xush kelibsiz. Bu o'zicha mutaxassis seriyasi. Ushbu seriyadagi videolarda men o'zini mutaxassis deb da'vo qilganlarni tanqid qilaman va bugungi video qahramoni bu Abror Muxtor Ali. Rostini aytsam, men bu odam haqida juda ko'p ma'lumotlarga ega emasman. Ya'ni men Abror Muxtor Ali kim va nima ish qilishini bilmayman. Lekin bilganim shuki, u juda ham munozarali shaxs. Misol uchun, u O'zbekiston musulmonlari vakili, ustoz va juda ham mashhur vloger. Bu degani u O'zbekistondagi ko'pchilik uchun xulq-atvor namunasi. Abror akaning maqsadi esa pok aqida va musaffo islomga intilish. Zo'r. Lekin shu bilan birga u odamlarni haqoratlashni yaxshi ko'radi. Lekin kimdir uni haqoratlasa, darrov sudga beradi. Sen hiperkub maymunni bolasi gapni eshitsan. Cho'chqaning nabirasi gapni eshit. Ateistlar eng iflos jirkanch toifa. Aqidasi, e'tiqodi itga sig'inadimi, o'zini pivasiga sig'inadimi, menga qiziqtirmaydi. Lekin bular xoin odamlar. Xoinligini aytib qo'yishimiz kerak. Siz ham jabrlanuvchilar qatoridasiz. Men jabrlanuvchilar qatoridaman, chunki menga nisbatan terrorist deb tuhmat qilgan, keyin O'zbekistondagi deyarli barcha ayollarni fohishalikda ayblagan, eriga xiyonat qilishda ayblagan. Bu bizga nisbatan tuhmat, bizni ayollarimizga nisbatan tuhmat, xalqimizga nisbatan tuhmat. O'shaning uchun men o'zimni jabrlanuvchi deb hisobladim va buni ustidan shikoyat arizasini kiritganman. Ya'ni u 200lamachi terpila. Samasud qilganlarni mujrik deb maqtaydi va bunday odamlarni qo'llarini o'pish kerak deydi. Ustoz, hozir xabar keldi, o'sha Bazarov bor-ku. Bolalar uje birodarlar urib bizni tashlashibdi uni. Hozir больницada yotgan ekan u. Birodarlar masul mujiklar bo'lgandek, birodar desiz diniy tus beradi. Kimlar? Ha, yo'q. Qo'llaridan Alloh rozi bo'lsa, anaqa qo'llaridan o'piladigan yigitlar o'shalar. Ya'ni u yaramas. Og'zaki gapga zo'ravonlik bilan javob qaytaradi. Eshitsan, seni telefoningni topamiz, payg'ambar alayhissalatu vassalomni haqorat qilganing uchun, seni payg'ambar alayhissalomni haqorat qilganliging uchun sendan so'rab olamiz. Sovetskiy государствоda, o'sha sovetskiy государство bilan seni sovetskiy государство bilan so'roq savol qilamiz. Ya'ni u pastkash. O'zi to'g'risida juda ham yuqori fikrda va buni yashirmaydi. Agar men o'zimni aqlimni sallarga bersam, o'sha aql o'rgatayotgan profildagilarga butun dunyoga donolik qilardilar. Ya'ni maqtanchoq. Bu odam ba'zi bir videolarida o'zini doktor deb ataydi. Lekin u aslida doktor unvoniga egami yo'qmi, bilmayman. Shuning uchun uni yolg'onchi deb atashga shoshilmayman. Xullas, juda ham qiziqarli personaj. Xo'sh keling, uning ilm-fandan bo'lgan bilimlarini bir tekshiraylik. Ateistlar to'g'risida ateist degani dinni inkor qiluvchi degani. Birinchi gapdan xato. Ateizm bu dinni inkor qilish degani emas. Ateizm bu Xudoga ishonmaslik. Xudoni inkor qiluvchilarni antiteistlar deb atashadi. Teizm dindor degani o'zi. Umumiy ma'noda, ilmiy istilohda teizm desa, hamma dinga iymon keltirgan, e'tiqod qiladiganlar tushuniladi. U butparast ham tushunilaveradi, boshqasi ham hammasi tushunaveradi. Teizm. Ya'ni dinlarga ishonadi. Yaratuvchi borligiga ishonadi. Bizni ham ular teist deydi, biz aytamiz, yo'q, biz musulmonmiz. Teist degan gapingni cho'ntagingga solib qo'y, bizga kerak emas. Biz musulmon, bizga musulmon nomi yarashib turibdi. Bu bizga kifoya deymiz. Endi deizm degan tushuncha bor, ular yaratuvchini tan oladi, yaratuvchini. Va u keyingi qonun qoidalariga aralashmaydi. Yaratishga yaratib qo'yib, bu yog'ini qo'yib qo'ygan, hammasi o'zi joriy bo'lyapti deydi. Ular ham bizning e'tiqodimizda kofir. O'zi, ya'ni
inkor artikli. Ani qo'ysa, ateist desa dinni inkor qiluvchi degani. Doktor akamiz artikl nimaligini ham bilmas ekan. Ateist so'zidagi a hech qanday artikl emas. Artikl ba'zi tillarda bir qator lingvistik ma'nolarni ifodalash uchun ot so'z birikmalari tarkibida qo'llanadigan yordamchi bo'laklardan biri. Ya'ni shu ateist so'zidagi a rostdan ham artikl bo'lganda, avvalambor a so'zi teistdan ajralib turishi kerak bo'lar edi. Va shu bilan ateist, ya'ni bitta teist degan ma'noni anglatgan bo'lar edi. Bu holda aslida ateist so'zidagi a bu prefix. Prefix bu so'z boshiga qo'yiluvchi va shu bilan uning leksik yoki grammatik ma'nosini o'zgartiruvchi qo'shimcha. Va a prefiksi inkor degani emas. A prefiksi aslida emas yoki siz, biror narsa siz degan ma'noni anglatadi. Ya'ni teist bu xudoga ishonish va ateist bu xudoga ishonchsiz. Xolos. Keling a prefiksiga bironta misol keltiray, sразу tushunib olasiz. Misol uchun apolitical, ya'ni siyosatsiz yoki aseksual yoki inglizchasiga asexual. Sizningcha aseksual bu jinsiy aloqaga qiziqishni inkor qilishmi? Yo'q. Bu jinsiy aloqaga qiziqishsiz. Shularni aseksual deydi va hokazolar. Ya'ni a bu inkor emas, aslida shunchaki emas yoki biror narsa siz. Xolos. Doktor akamiz shuni ham bilmaydi. Ateist bo'lish uchun aql ham kerak emas, ilm ham kerak emas. Teist bo'lish uchun ham aql va ilm kerak emas. Ishonch bo'lsa bo'ldi. To'g'ri, ateist bo'lish uchun aql va ilm kerak emas. Aslida dunyoda Xudo nima ekanligini bilmasdan yashab o'lib ketganlar soni milliarddan ortiq. Ya'ni ular o'zlari bilmagan holda ateist bo'lib o'lib ketishgan. Misol uchun, hozirgi paytda Xitoyda 1 milliarddan ortiq odamlar Xudo nimaligini bilmaydi, ya'ni Xudoga ishonmaydi. Demak, ular hammasi ateist, lekin ularning bittasi ham ateizm nimaligini bilmaydi. Lekin ular farosatsiz, ularga aql va ilm kerak emas, to'g'rimi? Ya'ni xitoyliklar aqlsiz. Inkor bo'lsa bo'ldi. Nima gapirsangiz ham inkor qilib turaveradi. Dalilga asoslangan da'voni inkor qiluvchi odam ateist emas, irratsional deb ataladi. Qizig'i shundaki, dalilsiz da'voga ishongan odam immomli odam deb hisoblanadi va dalilsiz da'voni qabul qilgan odam ham irratsional deb ataladi. Ya'ni immomi bor odam avtomatik ravishda irratsional odam hisoblanadi. Ratsionalizm haqida alohida video qilaman, tushuntirib beraman. Bitta ayol savol beryapti, eshitgan bo'lsangiz, takror eshitmaganlarga. Yangilik. Bizni deydi tuproqdan bo'lganligimizga ilmiy dalilingiz bormi deyapti. Deydi, bor dedim. Qani dalil deydi, o'lganingizda tuproqqa aylanasiz. Shu dalil. Yo'q, bizga deydi olimlar isbotlagan ilmiy dalilni keltiring deydi. Senga oddiy sodda dalilni keltiryapman, ishonmayapsan. Ulamolar, olimlarning ilmiy gapiga zotan ishonmaysan. Desam, yo'q, keltiring deydi. Yo'q, mana sizga savol. O'lgandan keyin nimaga aylanasiz? Tuproqqami yo shishagami dedim. Javob bera olmayapti. Tuproqqa oddiy-ku. Islomning haqiqati bu, ilmiy kashfiyot kerak emas. Bu islom haqiqati bo'lishi mumkin-u, lekin ilm fanni haqiqati emas. Ilm fanda decomposition, ruschasiga разложение jarayoni mavjud. Ushbu decomposition qisqachasiga decay deb ataladi. Har qanday organik moddani o'limidan keyin sodir bo'ladigan jarayon. Odam o'lganidan keyin ham shu jarayon bo'ladi va ushbu decay jarayonini olimlar ko'pchilik universitetlar ega bo'lgan jasad fermalarida, ya'ni odamlar o'lik jasadiga to'la bo'lgan fermalarda kuzatishadi. Odam o'lganda decayning birinchi bosqichi, ya'ni fresh bosqichi boshlanadi. Odam tanasida qolib ketgan ko'p miqdordagi ugлекислый gaz va azot odam tanasidagi hujayralar sirtini yemira boshlaydi va shu bilan hujayra ichidagi suyuqliklar hujayralarni tark etishni boshlaydi va odam ichidagi millionlab bakteriyalar, bilsangiz odam ichida bakteriyalar yashaydi, uning nomi mikroflora. Va o'sha bakteriyalar o'sha hujayralardan chiqayotgan suyuqlikni iste'mol qilishni boshlaydi. O'sha bakteriyalar yegan suyuqlikni hazm qilib bo'lganda ular gaz ajratishni boshlaydi va shu bilan decayni ikkinchi bosqichi bloat, ya'ni
ishish bosqichini boshlaydi. Bu bosqichda bakteriyalar ajratayotgan gazlardan biri sera qondagi gemoglobin bilan reaksiyaga tushadi va bu o'z navbatda tanaga to'q sariq rangni beradi va juda noxush вонючий hid keltira boshlaydi. Bundan tashqari o'sha hid tufayli endi millionlab parazitlar jasadni tashqaridan hujum qilishni boshlaydi va jasadni ustiga tuxum qo'yishni boshlaydi va shu bilan jasad active decayni, ya'ni 3-bosqichga o'tadi. Bu bosqichda tanadagi qolgan suyuqlik va gaz tanadan yorilib chiqishni boshlaydi. Ushbu yorilib chiqqan suyuqlik shu qadar kimyoviy jihatdan, ya'ni ayniqsa azotga shunchalik boy bo'ladiki, o'sha suyuqlik jasad atrofidagi barcha o'simliklarni kuydirib tashlaydi, ya'ni quritib tashlaydi va jasad atrofida bir necha oy davomida hech narsa o'smaydi shu kimyoviy boylik tufayli, ayniqsa azot boyligi tufayli. Bundan so'ng jasad keyingi bosqichga, advanced decay bosqichiga o'tadi. Bu bosqichda bakteriyalar va parazitlar endi jasaddagi barcha oziqiy moddalarni tashqaridan va ichidan bitta qoldirmay hammasini yeb tugatadi va tanani tark etadi. Shu bilan oxirgi bosqichga, ya'ni remains, o'zbekchasiga qoldiq bosqichiga o'tkazadi. Bu bosqichda endi tanada suyak va qurib qolgan terdan boshqa hech narsa qolmaydi. Ya'ni quruq suyak va qog'ozga o'xshagan ter qoladi xolos. Va ushbu qoldiqlar endi atrof muhit sharoitiga asoslangan holda saqlanadi. Agar deylik atrof muhit juda quruq bo'lsa, bu qoldiqlar 100 minglab yillargacha saqlanib qolishi mumkin va keyinchalik arxeologlar ushbu qoldiqlarni topishi mumkin. Lekin agar atrof muhit zak bo'lsa, misol uchun o'ta zak bo'lsa, junglilarmi yoki bironta joy bo'lsa, bu qoldiqlar maksimum 200 yil ichida parchalanishni boshlaydi va misol uchun ter keratin iplariga parchalanadi. Suyaklar esa kalsiy kukuniga parchalanadi. Ko'rib turganingizdek, hech qanaqa tuproqqa aylanmaydi. Ya'ni bunaqa ilmiy isbot yo'q. Bu ilmiy kashfiyot kerak emas. O'lding tuproqqa aylanasan, aslingga qaytasan. Alloh taolo Qur'onda nima dedi? Va minha xalaqnakum va minha nu'idukum va fiha nu'idukum va minha nukhrijukum taratan ukhra dedi. Biz sizlarni tuproqdan yaratdik va sizlarni yana tuproqqa qaytaramiz va yana sizlarni tuproqdan qaytadan chiqaramiz dedi. Sodda cho'pon ham tushunadi buni, ilmiy haqiqatini izlagan ham tushunadi. Gap shundaki, odam jasadi yerga ko'milishiga sabab bu odam tuproqdan bo'lganligi va tuproqqa qaytishi kerakligida emas. Aslida bu ijtimoiy fenomen natijasi. Islomda odam o'lganda yerga ko'milishi shart. Chunki o'sha paytlarda odam jasaddan qutulishning boshqa ilojisi bo'lmagan, ya'ni boshqa joy bo'lmagan. Odam yerga ko'milishi hamma madaniyat uchun xos ish emas. Misol uchun Tibetda hozirgi kungacha odam jasadi tog'lardagi sterevyatniklarga, ya'ni yirtqich qushlarga yemga beriladi va o'sha qushlar odamdan bir dona suyak ham qoldirmaydi, hammasini yeb tashlaydi. Deyarli barcha kichik orollarida, misol uchun Gavayi orollarida odam jasadi bugungi kungacha okeanga tashlanadi. Yoki ko'pchilik Yevropa davlatlarida misol uchun jasadlarni yoqib yuborishadi. Men aytmoqchi bo'lgan gap bu, har bir madaniyat o'z atrof muhiti uchun qulay bo'lgan usul orqali jasaddan qutuladi. Kimdir uchun bu usul bu yer, kimdir uchun suv, kimdir uchun yoqib yuborish, kimdir uchun hayvonga tashlab berish. Hamma ham yerga ko'mmaydi. Inson jasadidagi barcha moddalar 99% tuproqdagi moddalar bilan bir xil. Zotan tuproqdan bo'lganmiz, tuproqqa qaytamiz. Bu da'vo shunchalik parotsasizki, til ojiz. Birinchidan, odamni yerga ko'mib turib, keyin qara, tuproqning kimyoviy tarkibi 99% odamniki bilan bir xil deyish, bu odamni yerga ko'mganingizdan keyin yerda tarkibida nima bo'lish kerak? Kallani ishlatish kerak-ku. Bunchalik emas-da endi, doktor. Ikkinchidan, yer 4,5 milliard yil oldin shakllangan va undagi barcha jonzotlar o'sha yerdagi kimyoviy elementlardan shakllangan.
Va bugungi kunda biz hammamiz yer mahsulotlari bilan oziqlanamiz, to'g'rimi? Yo sizga Alloh kosmosdan alohida ovqat tashab beradimi? Siz ham menimcha yerdagi mahsulotlar bilan oziqlansangiz kerak, to'g'rimi? Yerdagi ovqatni yeganingizdan keyin kimyoviy tarkibingiz qanaqa bo'lish kerak? Yerdagi bilan bir xil bo'ladi-da, doktor. Uchinchidan, tabiatda uglerod sikli degan narsa bor. Qisqa qilib aytganda, misol uchun, men hozir tualetga borib chiqsam, uzr endi, iltimos sutga bermang yana meni, bo'ptimi? Jo ustasi sutga berishga bilaman. Endi qarang, uglerod siklini tushuntirib beray. Hozir men tualetga borib chiqsam, qanchadir vaqtdan keyin mening bo'qimdan chiqqan kimyoviy element sizni ovqatingizda bo'lishi mumkin. Tushunib yeting buni. Shu narsa uglerodniy sikl deb ataladi. Uglerodniy sikl в природе. Uglerod tabiatdagi uglerod sikli. Koinotdagi barcha atomlar miqdori o'zgarmaydi. Ular hamisha siklda bo'ladi. Bitta joyda parchalansa, boshqa joyda yangilatdan yaratiladi. Shuni tushunib oling. Bu to'g'risida ham alohida video qilaman. Ilmiy haqiqatga kerak emas katta bir anaqa qilish. Ateist nima qilyapti? Inkor qilyapti. Yo'q deyapti, menga deydi ko'rsatasan. Senga ko'rsatish iloji yo'qki, ko'zingni yumib olganing bilan quyosh yo'q degani emas. Quyosh turibdi joyida. Sen inkor qilyapsan. Ateist shunaqa degani. Agnostik o'sha deizmni ta'rifi. U ham borliqni tan oladi. Payg'ambarlarni, dinlarni tan olmaydi. Dinlar yo'q deydi, yaratuvchi bor deydi. Bu to'g'risida shuncha o'qib turib, agnostizm, ateizm nimaligini bilmasa endi men hayronman. Agnostizm, okey. A prefiksi biz aytib o'tganimizdek, biror narsasiz yoki emas degani. Gnos bu bilim degani. Ya'ni agnostik bilimsiz degan ma'noni anglatadi. Keling qisqa qilib tushuntirib beray. Teist Xudo borligiga ishonadi. Ateist Xudo borligiga ishonmaydi. Antiteist Xudo yo'qligiga ishonadi. Agnostik Xudo bormi, yo'qmi bilmaydi. Xolos. Men hayronman. 3 daqiqa ichida shuncha xatoga yo'l qo'ygan doktorga qanday qilib ishonish mumkin? Ishonish u yerda tursin, qanday qilib uni mutaxassis deb atash mumkin? Tinch bo'ling. Ushbu videoni tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Agar mening videoim sizga yoqqan bo'lsa, mana bu videolar bilan tanishib chiqishingizni tavsiya qilaman. YouTube algoritmi ta'kidlashicha, sizga mana bu video ham hoynahoy yoqadi. Tanishib chiqing. Kanalga obuna bo'ling, chunki bu kanalda kelajakda chuqur filosofiyadan boshlab, bachkana vloglargacha bo'lgan turli mavzularda videolar bo'ladi. Ya'ni siz albatta siz uchun qiziqarli bo'lgan videoni bir kun kelib topasiz. Tinch bo'ling.